Qo'limdan ozib qoldingmi, Kalib? Yuzingni bir ko'rganingda edi. Kitobing ham tushib ketay dedi. Boshimni olib ketishi mumkin edi. Bu parraklar olib keta olmaydi. Shunchaki yuzingni bejab qo'yishi mumkin, xolos. Jessikadan xabar olmaysanmi? Ahvoli qalay ekan? Uning ahvoli yaxshi. Unga uyqu dori berganman. Ahmoqlarni unutib mazza qilib uxlashi uchun. Boshga bitgan balo bo'ldi. Jessika? Uzmedia.tv taqdim etadi. Ey! Ahvoling qalay? Xullas, do'stlaring kelishmagan ekan. Mashinani olib bu yerlardan ketsam bo'ladimi demoqchiman. Nima deysan? Yangi yigiting bilan qolgim kelmayapti. Tushunarli. Yarim soatlarda uyg'onib qolarsan degan umiddaman. Bo'lmasa o'sha miyasi yo'q jirkanch yaramasni ko'lga cho'ktirib yuborishimga to'g'ri keladi. Emil va Bronte, bo'ronli dovon. Meni kiriting, ichkariga kiriting. Men bunga nuqta qo'yishim kerak. Dahshatli qo'rquv meni o'z domiga tortib oldi. Qo'limni chiqarishga harakat qildim, ammo barmoqlarim menga mahkam yopishib olganda kimningdir yig'i ovozi eshitilardi. Meni kiriting, ichkariga kiriting. Meni kiriting. Iltimos, meni ichkariga kiriting. Tushunish qiyin bo'lgan bu so'zlarni eshitarkanman. Deraza ortida bola yuzini ko'rdim. Bu maxluqdan qutulishga harakat qilishdan foyda yo'qligini tushungach, Jess, uning qo'lini deraza sinig'i orqali tortdim. iltimos jim bo'l. Uning qo'lini ishqalab, qon oqib to'shakni qizilga belamaguncha. Ammo u o'tinishdan to'xtamasdi. Meni kiriting. Jessika! Jenurson, yo'q. Bas, Jessika. Jess. Kimni aqli yo'q ekan? Kimni?